Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, o'quvchilar. Bugun yangi darsimizni o'tamiz. Bugungi darsimiz this, these, that, those. Xo'p, ingliz tilida demonstrative pronounslar bor. Bular ko'rsatish olmoshlari deyiladi. Ko'rsatish olmoshlari. Bular qaysilar? Hozirgi aytganimizdek this, these yoki that, those. Nima bular? Hammasini ko'rib chiqamiz. Videolarimiz manfaatli bo'layotgan bo'lsa, albatta obuna bo'lib, like bosib, o'z fikringizni kommentariya qoldirishni unutmang. Darsimizni boshlaymiz bo'lsa, nima bular? This degani o'zbek tiliga bu degani. Bu. Biz odatda buni yaqindagi birlik otlar uchun ishlatamiz. Yaqindagi birlik otlar uchun ishlatamiz. Masalan, biz uchun yaqinda turgan narsa. Masalan, men yaqinimda kompyuterim turibdi. This laptop. Bu notebook yoki telefon, yonimda turgan telefon. This phone. Bu telefon. Yoki yonimizda nima bor? Atrofimizda nima turgan bo'lsa, biz uchun yaqin bo'lgan narsa va shaxslar uchun ishlatar ekanmiz. Masalan, yoningizda turgan kimdir, misol uchun bu bola deyishimiz mumkin. This boy, bu bola. Va hokazo ketaveradi. Xo'p, endi these o'qilishini ham yozib qo'yaman. These sal cho'zibroq aytamiz. These degani mana bular degani. Mana bular. Biz uni yaqindagi ko'plik otlar uchun ishlatamiz. Yaqindagi ko'plik otlar uchun. Masalan, bizga yaqin nima bor atrofimizda? Masalan, bizga yaqin turgan bo'lsa, mana bu daraxtlar deyishimiz mumkin. These trees. Yoki mana bu kitoblar. These books. Yana nima deyishimiz mumkin? Biz atrofimizda bu odamlar deyishimiz mumkin. These people. Mana bu odamlar va hokazo. Xo'p, endi that. That degani o'qilishini ham yozib qo'yaman. That. Anavi degani. Anavi. Hani shevalarda har xil tarjima qilish mumkin. Anavi, xonovi, anu va hokazo. Endi hamma viloyatlarda ham har xil ohangda talaffuz qilinadi. Qisqasi bu biz uchun uzoqdagi birlik otlar uchun ishlatar ekanmiz. Uzoqdagi birlik ot uchun. Masalan, bizdan uzoqda nima bor? Misol uchun, anavi bola yoki anavi qiz demoqchi bo'lsak, that girl. Yoki anavi maktab. That school. Yoki yana nima? Anavi qush misol uchun. That bird. Va hokazo. Ketaveradi. Keyingisi those. O'qilishini ham yozib qo'yaman. Qavsdagi o'qilishi. Mana bu esa yozilishi. Eslardan chiqmasin. Qavschiga sizga o'qilishga oson bo'lish uchun talaffuzini yozib qo'yapman. Those degani anavilar degani. Anavilar. Bu demak uzoqdagi bizdan uzoqda bo'lgan otlar uchun ekan. Uzoqdagi ko'plik otlar uchun. Masalan, bizdan uzoqda nima bor?
Misol uchun osmonda qushlar ketyapti. Ana bu qushlar demoqchimiz. Those birds deyishimiz mumkin. Yoki bizdan uzoqda deylik ustozlar turibdi. Yoki o'qituvchilarmi? Kim? Odamlar. Ana bu odamlar demoqchimiz. Keling. Those people. Ana bu odamlar. Yoki ana bu mashinalar. Those cars. Those cars. Ana bu mashinalar va hokazo ketaveradi. Xo'p, endi qarab turing. Bu yerda bizda starter kitobimizda Roundup Starter 0-qismini o'tyapmiz. Demak, bu yerda aytyapti. Ikkita bola daryo yoqasidan tuxum topib olishdi-da, bittasi aytyapti. This is a big egg deyapti. Ya'ni bu katta tuxum, ya'ni qo'llarida turibdi, bu birlik va o'zlari uchun yaqin. This nima edi? This bu degani-da. Mana this. Bu degani yaqindagi birlik ot. Demak, tuxum yaqin va birlikmi? Demak, this deyishlar. This is a big egg. Bu katta tuxum deyapti. Xo'p, keyin yana bitta tuxum topib olishdi. Qara, endi ikkita tuxum bo'lib qolgan keyin this deyapti. Mana bular bo'lyapti. Endi mana bu this ishlayapti. This. Mana bular tuxumlar. Mana bular timsohning tuxumlari deyapti. These are crocodile's eggs. Bular timsohning tuxumlari deyapti. Xo'p. Endi 3-rasmga qarasak, look deyapti. Look degani qarang degani. Qara. That is a crocodile. Ana bu timsoh deyapti. Z degani uzoqdagi birlik otida. Z bu timsoh uzoqda va birlik ot. That is a crocodile. Ana bu timsoh. Xo'p. 3-siga qaraymiz. Those. Those nima edi? Those uzoqdagi ko'plik otlar edi. Managa qarasak, those ana bular degani uzoqdagi ko'plik otlar uchun ishlatar ekanmiz. Those are crocodiles. Help. Ya'ni ana bular timsohlar, yordam bering deb baqirishyapti. Xo'p, bu tushunarli bo'lsa, buni qoidasini aytyapti. Demak, mana bu qoidada birinchi qoidada we use these for things near us. Ya'ni this bilan thisni biz uchun yaqinda bo'lgan otlar uchun ishlatar ekanmiz. Buni aytdik. Biz buni alohida ko'rib chiqdik-da. Xo'p, this mana yaqindagi va this bu ham yaqindagi. Faqat birlik va ko'pligida farq bor. This birlik uchun, this ko'plik uchun. Ko'plik uchun. Xo'p, masalan, this is a pen deyapti. Bu ruchka. These are pens. Mana bular ruchkalar. Xo'p, endi ikkinchi qoidasida aytyapti. We use that, those for things far from us. Biz that va those ni biz uchun uzoqda bo'lgan otlar uchun ishlatamiz deyapti. That is a kite. Ana bu varrak. Ya'ni osmonda kimdir varrak uchiryapti. Varragini ko'rsatib, ana bu varrak deyapti. Those are kites. Ana bular varraklar deyapti. Xo'p, endi yana bilishimiz kerak bo'lgan yana bir narsa bor. Xo'p, to be bilan kelishi mumkin bular. To be kelsa, demak biz this bilan this va z ga is olamiz. Is to be keladi. Masalan, this is qo'shamiz. Mana bu yerga qo'shilgan is qo'y. Is. Masalan, this is a book. Bu kitob degani. Yoki that is nima masalan? That is a kite. Ana bu varrak. Endi this va those ga biz qo'shamiz are ko'plik bo'lgani uchun are to be ni olar ekanmiz. Masalan, these are books. Mana bular kitoblar. Yoki those are misol uchun crocodiles.
Crocodiles. Ana ular timsohlar. Misolda ko'rdik-ku kitobda. Shu. Xo'p, endi mashqlarga qaraymiz. This aytyapti. Look and complete the sentence. Demak, qarang va gaplarni to'ldiring deyapti. Mana bu qiz o'zini garderobidagi rasmlarni ko'rsatib maqtanyapti. Bu ko'ylak, bu shlyapa va hokazo. Mana bu kiyimlarni ko'rsatib, mana bu deb ko'rsatib maqtanib chiqyapti. Endi biz bunga this isni yoki these are ni qo'yishimiz kerak. Birlik bo'lsa this is, ko'plik bo'lsa these are. Masalan, hats debdi. Hats degani shlyapalar degani. Birinchisiga qarasak shlyapa turibdi, to'g'rimi? Birinchisi. Demak, these are hats. Mana bular shlyapalar degani. Xo'p, ikkinchisi, demak, ikkida nima turibdi? Skirt turibdi, yubka turibdi. U birlik, bitta turibdi. Endi biz nima qo'yamiz? This is ni qo'yishimiz kerak. This is a skirt. Bu yubka. Xuddi shu usulda bajaramiz. Xo'p. This, that, these, those bularni ko'rdik. Endi qarang. Write sentences using that or those. Demak, that ni yoki those ni qo'yib gaplarni yozing deyapti. Mana bu safariga chiqqan odam durbinda qarayapti. Durbinda qarayapti va bu durbinda yaqin ko'ringani bilan bu uzoqda hayvonlar. Uzoqda ko'rinyapti. Lekin durbin yaqin ko'rsatyapti. Va u ko'rgan hayvonlarni bu bunday, bu bunaqa hayvon, bu bunaqa hayvonlar deb tasvirlayapti. Mana birinchisini qarasak, birinchi rasmda. Mana birinchi rasmda nimani ko'ryapti? Yo'lbarsni ko'ryapti. Yo'lbarsni ko'rib, that is a tiger deyapti mana. Ana bu yo'lbars deyapti. Xo'p, ikkinchisiga qaraymiz. Ikkinchisida osmonda qushlarni ko'ryapti. Osmonda qushlar uzoqda va ko'plikda. Uzoqda va ko'plikda bo'lsa nima qilamiz? Uzoqdagi ko'plik otlarga qaraymiz. Uzoqdagi ko'plik otlar uchun nimani ishlatamiz? Uzoqdagi ko'plik otlar uchun those ni ishlatamiz. Xo'p, those ga qanaqa to be oldik? Are to be'sini oldik. Demak, ana ular qushlar deyish uchun nima dirkamiz? Mana bu yerga yozib beraman. Uzoqdagi ko'plik bo'lgani uchun those dirkamiz, unga to be olar ekanmiz. Those are. Endi rasmga qaraymiz. Rasmda nima kelyapti? Qushlar kelyapti. Demak, qushlar birds. Ana ular qushlar degani. Xo'p, uchinchisiga qaraymiz. Ilonlar ko'rilyapti. Ilonlar. Hop, ilonlar ham uzoqda va ko'plik. Ko'plikdagi otlar uchun uzoqda bo'lsa, yana those olamiz. Those to be olamiz. Are, keyin snakes. Ana ular ilonlar va hokazo xuddi shunday qilib bajarasizlar. 6 ta gap bor ekan. Demak, fill in this or that. This ni yoki that ni qo'yib to'ldirib chiqarganmiz. Qo'liga e'tibor beramiz. Qo'lidan vertolyot uzoqdami, yaqindami? Uzoqda. Shuning uchun that ni qo'yishimiz kerak ekan bu yerga. That qo'yamiz. Mana buni yozish ozgina noqulayroq. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar. That is a helicopter. Ana vertolyot deyapti. Mana bu barmog'idan yaqinga turibdimi, yaqinda turibdimi, uzoqdami? Yaqinda. Demak, this qo'yamiz. This is a motorbike. Bu motosikl. That is a helicopter. Ana vertolyot. Endi qayiq. Qayiq uzoqdami, yaqindami? Uzoqda bo'lsa that, yaqinda bo'lsa this ni qo'yib chiqamiz. Xo'p. Keyingisi this or those. This yoki those ni qo'yib to'ldirishimiz kerak ekan. Budda hozirgi singari. Tepadagini. This mana qo'liga yaqin turibdi. Yaqin bo'lgani uchun yaqindagi ko'plik ot. Bu yerda ikkita velosiped turibdi. Ikkita velosiped bo'lgani uchun nima olamiz? Those olamiz. Uzr, these ni olamiz yaqinda bo'lganligi uchun. These, what are these deyapti. Mana bular nimalar? They're bikes. Ular velosipedlar. Xo'p, what are deyapti. Bular nimalar? Demak, mana qo'liga uzoqda bo'lganligi uchun nimani olamiz? Those ni olamiz. What are those? What are those? Uzr. Demak, ular samolyotlar. Xuddi shu usulda qolganlarni ham bajaramiz. Demak, bunga ham fill in deyapti, to'ldirar ekanmiz. This, that, these or those. Yaqinda bo'lsa birlik bo'lsa this, uzoqdagi birlik bo'lsa that. Yaqindagi ko'plikka this, uzoqdagi ko'plik uchun those olamiz.
Qolganini ham o'zinglar bajarib kommentariyaga yozinglar. Tushunmasalaring demak kommentariyaga yozib so'rashingiz mumkin. Xo'p, endi ba'zi bir audiolar bor. Audiolarini Telegram kanalimdan topasizlar. Telegram kanalim manzilini hozir ko'rsataman. Xo'p. Mana bu Roundup barcha audiolarini Telegramga o'tib turib, Telegramdan Roundup all audios deb yozsangiz Telegramdan chiqib keladi. Yoki bo'lmasam YouTube sahifamga o'tsangiz, YouTube sahifamda internetim uzoq ekan, ko'rsatmoqchi. YouTube sahifamda bor, asosiy profilga biriktirib qo'yganman. Shundan topishingiz mumkin. Xo'p, hozircha shular. Shularni ham audiolarni eshitib bajarib qo'yasizlar. Keyingi mavzuyimizda Hezgotni o'tamiz. Bizdan uzoqlashmang. Videomiz manfaatli bo'layotgan bo'lsa, like, obuna bilan qo'llab-quvvatlang. Nasib qilsa barcha Roundupni 0-qismidan boshlab 6-qismigacha mavzularni birgalikda ko'rib chiqamiz. Sog' bo'linglar.